alaykum jonjigarlar. Epika mashina olib qo'yganmiz. Yili 2011 mexanika korotkada. Puli yengilroq, qimmat mashina emas. Ko'rishingiz mumkin. To'rtta balo, sostaniyasi yaxshi, yomon emas. Mashinamiz sразу aytib o'tay, to'liq asvejt bo'lgan. Savollarga keladigan bo'lsak, mashinamiz mexanika, luklari bor, ikkita oldi sezenli abagrev, monitor qo'yilgan, salonchasi yaxshi, yomon emas, kojinli saloncha. Bitta kapotini, bagajini ko'rsatib o'tamiz. Metan gaz. Bitta moygacha qilib olasizlar o'zingiz uchun. Primoy dehqondan tayyorlangan mashina emas. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Mana o'zlarining kiyimlari turibdi. Haydovchilar yaxshi. 2 kundan beri haydab yuribman, mashinacha haydovida ishi yo'q. Bitta motorni ko'rsatib olasizlar. Motorda sal ishi bor. Keling, motorni atsaga bitta ko'rsating. Motorni aytib o'tgandek, o'zingiz uchun bitta tekshirib ko'rasiz olasizlar. Lekin yurish-turishlari yaxshi, yomon emas. Metan gaz. Puli $4200. Pastda nomer qoldiramiz. Telefon qilsangiz bemalol kelishib chiroyli qilib beramiz.